ko'zlarni olov demasdan, otashlarni mushtlagan ekan. Mening uchun hechdan qo'rqmasdan, o'tni qo'lda ushlagan ekan. Ilm olsin, odam bo'lsin deb umrin ishga sarflagan ekan. Ukam yo'lin ravon bo'lsin deb yo'limdan tikan yulgan ekan. Qadri baland, mehribon ekan. Ishonganim qalqonim ekan. Himoyachim, o'git berguvchi, akalikda otamdek ekan. Qadri baland, mehribon ekan. Ishonganim qalqonim ekan. Himoyachim, o'git berguvchi, akalikda otamdek ekan. Yugurgan ekan. O'zi sovuq yerda o'tirib. Qadri baland, mehribon ekan. Ishonganim qalqonim ekan. Himoyachim, o'git berguvchi, akalikda otamdek ekan. Qadri baland, mehribon ekan. Ishonganim qalqonim ekan. Himoyachim, o'git berguvchi, akalikda otamdek ekan. Otamdek ekan.
Şahsat balam başkanı bilen koşa karısın. Amin. Özlerinden köpeysin Hudayım. Amin. 100 yaşagay. Amin. Eldilerinize sağ yürgey hemişe. Tapkalları toylara buyursun. Amin. Aytqanınız kesin. Qani qaqıştır. Vay. Ya Güzel, arağımız başka mi? Şu kuyov balamның ömrü uzak olsun. Xuda bergen yaşlı yaşasın. Xudayım yaşına yaş kuşasın. Ata-enesinin elinde sağ bol yürgey Xudayım. Kuşkanı bilen kuşa qarsan, oğul kızları köp bolsan, şularga baş bol yürgey Xudayım. Hemişe Xuda qollap qoysun. Amin. Aytqanınız kesin. Oğlunuz dünya bolsun, uşağınız dollar bolsun. Amin. Amin. Aytqanlarınız kesin. Benim hemen Başka ne deyimiz? yaxshi kunlaringizga borib o'tirgayman. Şahsat balamız tuğulgan günde oturgan ekemiz Hudayım. 100 yaşga kersen koşkalları bilen koşa kalsın. Azamat bilen bilsere şuların baktına tahtına siyaniyip oturgay. Tapkalları pul boğay, soğalları koy boğay. Amin. Körgelleri toy bolsun. Hemişe şu haradanga kesek yaxşı günlük gelir. Amin. Baklı bolsunlar, tahtlı bolsunlar. Uyunup özlerinden köpeği yürgeydi. Aktı, çallık, yavluk görgeydi. Amin. Aytqanınız kelgey Xudayım. Yaxshi kunlaringizga borgayman hammangizning. Valla. Ko'tar ana qara suv hech kim yetmadi uni. Kızımın ekmeği denk partaşı kızının toyunu kayınlasına Amin. hizmetleri buyurup ikili baxtlaşasın. Amin. Hemşe şu toy dep geliyor. Amin. Aytqanınız kelgey. Amin. Aytqanınız kelgey. Hammamiz shunday kunga yetkizsin. Sağ ol. Öyle hemmenizin tileklerinizle koşuyoruz. Kudayım birinci orunda sağlık. Amin. Sağlık olsun. Kudayım özlerinden köbeysin. Tibi bir olsun, şakası min olsun. Buna şu kızımızdan bala bağır kız olup çıksın. Özü köbey olsun, egizekten tutsun dediler. Amin. Aytqanınız kesin. Bağalmay oturgaysılar. Amin. Şu uyga toy dep gelgeymiz. Amin. Şu balalarınızın bahtına kulanıp, tahtına süyenip, balalarınız sizlerden bahtınızda kulanıp, tahtınızda süyenip, Amin. hacata hacet etken Xudayım sizlerdi. Ne niyetleriniz bulsa emelge aşarsın. Amin. 100 yaşlarga ettirip ten qarrı görürsün. Amin. Kıskasından kayta koyun. Amin. Aytqanınız kesin. Amin. Şunday tuğan kılardan köbüne ko'rish nasip Amin. etsin hemmemizge. Amin. Aytqanınız kelgey. Şunca Allah'ımız. Amin. Aytqanınız Xudadan kesin. tilesen köp biladigan. Allah. Aytaverin. Ayağınızda bar ekan. Ava. O niyetiniz hemişe qo'llab, yana bir xatar aytqanlaringiz. Şahsat balamızga uzak ömür tileymiz, sağlık, salametlik tileymiz. Amin. Berçinay bilen koşa kalsınlar. Amin. Eng yaman kunlarınız şunday bolsun. Destekhanlarınız hemme vaqt toyga yazılsın. Amin. Amin. Şu Aytqanlar. kızımızdan Xudayım üke bakar bolsun, ükeleri köp bolsun. Amin. Ertagi to'lg'uncha farzandlar ko'p bo'lsin. Amin. Aytqanlaringiz kesin. Azamat akam bilan siz ham qo'sha qarag'aysiz. Rahmat. Shularning qizig'ini ko'rib o'tirg'aysizlar, qari mama bo'lib, qari baba bo'lib suyanishib o'tirg'aysizlar. Amin. Aytqaningiz kesin. Baxt tilaymiz shu ikkovini. Amin. Aytqaning kesin. Sen ham ayda yillardan Xudo bo'lib umr berib, yuzga kirib uylanib, yaxshi kunlaringda ko'p bo'lsinlar. Ming yillik bo'lasin. Berçinayim bilan teng yashashib, ayday ullardan, qizlardan ota-enasi bo'lib, Xudoyim yururgay. Hammangizning uyingizga yaxshi kun deb borgayman. Hammangizning uyingda shunday kun bo'lsin. Og'zibirchiligimizni bersin, o'rnimiz yo'qolmasin. Daryomizda suv ko'p bo'lsin. Dehqonchiligimiz mo'l bo'lsin, og'zibirchiligimizni bersin. Amin.
Alço Şahzat ukamizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Xudoyim 100 yoshlarga kirib, qo'shqani bilan qo'sha qarib, baxtli, saodatli bo'lib o'tsin. Xudoyim hamisha ishlari o'ng'idan kelsin. Ota-onasine xizmati buyurib, Allohning bergan yoshlarda ishlab, hayotda baxtli, saodatli bo'lib yashasın. Ota-onalarning xizmati buyursin. Umrlar uzoq bo'lsin, rizqi nasibasi ko'p bo'lsin. Bereketli bo'lsin. Xudoyim topganlar bizni yaxshi yo'llar bersin, baxtli bo'lsin. Sog' bo'lsin. Sog' bo'lsin Alloh. Yaxshi kunlarga to'ylarga kelik. Bravo. Yaxshi kunlarga to'ylarga kelik Azamat aka. Tug'ilgan kunlaringiz qutlug' bo'lsin. Yerdingizda omon bo'lg'ay Xudoyim. Shu yigit shu sizlardek aqtiq suyib, cho'liq suyib o'tirganda shu bizlar kelib tabriklab kelib o'tirmoq nasib etsin hammaga. Xudo muvaffaq. Balamiz bilan qizimiz baxtli bo'lsin. Xudoyim shu hamisha yaxshi kunlarda uchrashmoq nasib etsin. Sizning xizmatingizda bo'lsin. Amin. Mana shuning uchun olamiz. Dunyo rivojlansin. Sağlık, selamatçılık olsun. Xudoyim bergan yaşını yaşavarimiz bunaga Allohga mamnun qatna shukr. Shu farzandimiz sog' bo'lsin elimizda. Xudoning bergan yaşını yaşasın, kelin bilan teng qartaysin. Xudoyim shularning qizig'ini ko'rish bizga nasib etsin. Böyle yaxshi kun bo'lsin. Xudo qalasa aqtdan yosh to'ylarida o'tirish bizga nasib etaversin. Xudo qalasa. Hadimay. Yerlerine için rahmet. Bir de toy olsun Xudoyim. Toydan başımız çıkmasın. Umrlar uzoq bo'lsin. Şu farzandlaringizni baxtini ko'rib, o'qimishlar bir ko'nglingizdagi nov yaxshi tilaklaringiz hammasi narsasi bo'lsa, shularga erishing. Shu aytilgan hamma yaxshi tilaklarga qo'shilaman. Ota-onangizning oldida o'ynab ko'rib chiqib ko'ring. Shu yigitman deganni baxti yetmasin. Nima deymiz? Aytilgan hamma yaxshi tilaklar. Zafer söyledimi? Olovlarni olov demasdan, otashlarni mushtlagan akam, mening uchun hechdan qo'rqmasdan, o'tni qo'lda ushlagan akam. Ilm olsin, odam bo'lsin deb umrin ishga sarflagan akam. Ukam yo'lin ravon bo'lsin deb yo'limdan tikan yulgan akam. Qadri baland